Ama senga. Yop eshikni. Qochasanmi yo'qmi? Yo'q. Qoch deyapman senga, yaqinlashma menga. Gaplashmayman sen bilan, qoch. Qochma, eshikni yopaman deyapman senga. Debilmisan sen, tanimagan odamga quchoqlaysan. Nimaga quchoqlaysan sen men? Tupoymisan sen, tanimagan odamga quchoqlaysan? Qoch deyapman. Хорошо, qoch. Qoch deyapman senga. 2 soat deganda 102 keldi. Men oldimga 2 soat deganda men hozir aytyapman, men eshik uyimni tagida poylab turgan ekan bu bola. Ertaga uyimni eshigini ham taqillatib kirib kelib nimadir qilib ketsa 2 soatda kelasizlarmi desam, "Mandamay" deydi. Mandamay, bu siz oldingizga uyingizga kelayotgan bo'lsa, "Aman sizlardan yordam so'rayapman. Nimaga kech keldinglar? Men hozir nimadir qilib qo'yganda-chi bu bola" desam, "Men hozir oldim sizni zayavkangizni. Chiroyli gaplashavering" deydi. Nimaga 102 degilar unaqa muomala qilishyapti? Men ulardan yordam so'rayapman-ku, agar menga nimadir bo'lganda-chi. 2 soat ketmadi mana shu bola, oxiri chiqib ketgandan keyin 15 minutdan keyin militsiya kelyapti. Undan yordam so'ragandan ko'ra o'zim hal qilsam bo'lar ekan. 102 ga nima uchun telefon qilinadi yoki men adashdimmi 102 ga telefon qilib? Yoki men ulardan yordam so'rashim kerak emasmidi? O'zim hal qilishim kerakmidi? Bu bolani kim deb so'rayotganlar uchun men oldimga kelgan bolani men tanimayman bu bolani. Bir marta Samarqand darvozida ham salondan chiqayotganimda mashinam eshigim tagiga kelgan. Men yaxshi gaplashganman. "Assalomu alaykum, yaxshimisiz?" "Rahmat, yaxshi" dedim. Keyin yaxshi gapirdi-da, "Nomeringizni bering" dedi. "Yo'q, bera olmayman, eshikni yoping, men bera olmayman nomerimni sizga" dedim. Eshikni yopib ketdim. Bugun uydan tushsam, eshigimni parkovkani mashinam yonida bitta boshqa mashina turibdi. Bizda o'zi 4 ta mashina bor-da, o'zi qo'shnilarniki, begona mashinalar turmaydi. Unda qaradimda o'tib ketdi, mashinaga o'tirishim bilan bitta bola shunday mashinamning eshigini ochdi. "Qalaysan" dedi. "Ha, yaxshimisiz?" desam, "Rahmat, yaxshi" dedi. Keyin bu "Eshikni yoping, men qoching mashinadan" desam, bir nima deb men shuni quchoqlab ketyapti. "Qoch" deb urib ketdim. Uni videoni olaman. Undan keyingi videoni storyga qo'ydim. Men bu bolani boshqa tanimayman. Tanimagan odamni kelib quchoqlab ketyapti. Mendan telefon qilib hol so'rayotganlarga rahmat kattakon. Hozir ichki ishlardan telefon qilib bu ish bo'yicha ko'rilayotganini va albatta bu bolani topishi va unga jazo ko'rilishini aytdilar. Va ichki ishlarga rahmat deyman kattakon. Shu ish bo'yicha telefon qilib meni o'zimdan hamma narsani so'rab, hamma xodim bir xil emas. Ming bor uzr so'raymiz shunaqa xodimlardan ham. Va ishingizni ko'rib beramiz. Siz bunisidan xavotirlanmang deb aytib qo'yishdi. Rahmat ichki ishlarga. Ma'rifat Shohir Nizomovli. Bugun 7-mart kuni 2025-yil Mirzo Ulug'bek tumanida Yo'ldosh Zarniyga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lganimni tushunib yetdim. Uzr so'rayman. Bunday holat boshqa qaytarilmaydi.